ishni yomon qilsan, lekin ozgina menga ham ber. To'g'ri yaxshimisan? Jo'ra yaxshimisan? Bir minutga mumkinmi? Tinchlikmi? O'zingda bir gap bor edi, Jo'ra. Hop. Jo'ra, 200 ming so'm pul kerak bo'lyapti, iltimos berib tur. Bo'ldi, beraman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Faqat bolalar bilmasin, xo'p. Bo'pti, kartangni tashlayveraman. Bolalarga aytib o'tirma. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi? Nima dedi? 700 ming qarz so'rayapti, bolalar bilmasin deydi. Ha, yo'q. Ya beraman endi. Shakarchi surganmisan sochingga? Yaxshimisan? Yaxshimisan janob? Bir minutga qarab ol. Tinchlikmi? O'zingda gapim bor edi. Yur mashinaga. Tinchlikmi, Jo'ra? Jo'ra, san tanishlaring ko'p-ku. Bitta ish topib bersang zo'r bo'lardi. Faqat bolalarga aytma, iltimos. Ya bo'ldi, topib beraman, Jo'ra. Faqat bolalar bilmasin. Ya bo'ldi, gap yo'q, Jo'ra. Kutaman. Tinchlikmi nima dedi? Ish topib ber deyapti, faqat bolalar bilmasin deydi. Ha, yo'q. Shunaqa dedimi? Topib beraman. Mana futbolkalar 88 mingdan ekan. Zo'rami? Bobur Jo'ra, bir minutga mumkinmi sani? Tinchlikmi? O'zingga gapim bor edi-da. Bo'ldi, hozir. Jo'ra, imbazar narsalar arzon bo'lib ketibdi-da, chunki 500 ming qarz berib tur, faqat bolalar bilmasin. Bo'ldi. Mana Jo'ra. Faqat bolalarga aytma, xo'pmi? Bo'ldi, xavotirlanma, Jo'ra. Mana kepkachilar 35 mingdan ekan. Ha, tinchlikmi? Nima dedi uni? 500 ming qarz so'rayapti, bolalar bilmasin deyapti. Ha, yo'q. Xushbaqa ekanlar. Men senga aytma dedim, hech kimga. Nima qilay? Avtomatik aytib yurar ekan odam. Bu ham so'rayapti, nima dedi deb. Senga nima dedi deb so'raysan. Aytib yuramanda, men majbur bo'lasan. Masalan, mana bola nima dedi desam, nima deysan? Aytaman mana. Men ham aytib yuryapman-da endi. Onajonim, jannatim. Nima ayb chiqib qo'yding? Nima? Nima ishingiz bor onajonim? Buyuring, qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtalaringiz zaningda simali qilsa bo'ladi dedim. Bekorlarni 5 tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizani uyda sumali bo'lmaydi. Zebo, lekin bu qozoninglar kichkina. Ana, endi sumalini boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqamiz, kattasi bor. Mana shu o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo, biz kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyimi kiyimlariga o'xshar ekan. O'zi meniki Zebo. Mani kiyim lo'lilarnikiga o'xshar ekan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondirib. Qozon o'choq tayyor. Sirdosh topdim, mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'lar. Bir umr mushtoq qildim, tugadi tobek bardosh. Mana u topganmiz. Yigitlar bu o'tininglar kam. Yana olib kelamiz-da. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi. Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zeboli juda zo'rda, qara o'zligi kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo o'tin qolmayapti. Hozir xalq kelaman. Qo'shni o'tininglar bo. Bo'ldi, shart emas, o'tiravringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan 3 tasini hozir olib kelaman. Men Tohir dodani hassalari pop belli qislataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi-da, mabodo ko'rmadinglarmi? Mana bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma sumalida ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. O'shalar keldi. Voy, charchab qolmay deb uyimdan stul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharboy akaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana bunaqa rang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kalon kopga o'ynaymiz. Yo'q. Tak rasman uyimda kalonka bor-ku.
ruxsat bermadi. Mani-ya. Voy, xibimman, men qolaman sen bilan. Sen qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosing bor? O'rtoqlarim qolishsa, voyisdan so'rab bering. Mali xolama xos hamma uxlaganda qora kesiramiz. Boshida kamalak, doshqozonda sumalak, Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak, niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumali pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin, kun boshida kamalak. Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelmadim. Mana shuni berib turaylik, ha? Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi, ammayli. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Malades, rahmat. O'zimni to'yda qolib ketibdi, shunga savol ketaman. Bo'latsan. Следующий. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik Sumali o'tdi ketdi, hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyga. Zato bizga ko'proq Sumali qoldi. Navro'z muborak onajonim. Sen qiz bu yoqqa kelgin. Onajonim, hokipoyingizni olay kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qilingiz, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin. Bir umr mushtoq bo'ldim, tugadi tobek bardosh. Dada? Qayerdan kelyapsan? Ko'chadan? Ichdingmi? Yo'q, maycham yo'q. Ichdingmi yo'qmi? To'g'risini ayt. Yo'q, ichmadim. Hamsaya, tez uya, tajar. Hamsa bu yana nima qildi? Uni ichgan yo ichmaganligini bilish kerak. O'zimiz usul qo'llash kerak. Ha. Hamsa bu ichmaganmi deyman? Yo, ichganmi, qalbim sezayapti men. Boshqa usul qo'ydingiz. Hamsa, o'zi bu qaysi usul bu? Bu ichgan bo'lsa hozir qusadi. Shuning uchun boshini aylantiramiz buni. Hamsa, bachangiz ichmaganmi deyman? Yo, ichganda bu, ichgan. Jonima tegdi. Ko'nglim sezayapti men. Bo'lmasa urib ko'ramiz. Zarba kuchini his qilmasa ichgan bo'ladi. His qilsa ichmagan bo'ladi. Kim birinchi boshlaydi? Men. Boshla. Qanday Hamsa? Zarbani his qildi. Ha, bachangiz ichmabdi. Yo, ichgan bu. Qalbim sezayapti baribir. Oxirgi usul qoldi. İçgan deydimi size? Hamsa, yomon topdingiz, geniysiz, professorsiz, Aroq bilan nos aralashtirsa odam o'yladi ana shunday.